Bolalar tibbiyot o'qimasin, bir avlod almashuvidan keyin jarrohlikni robot qiladi. Bolalaringizni ortiq tibbiyotga o'qitmang, chunki Optimus robotlarim Tesla kabi 3 yil ichida jarrohdan yaxshiroq ishlay boshlaydi. Elon Musk bu safar hamma yoqqa jarroh robotlar haqida gap tarqatyapti. Hozircha tibbiyot ekspertlari raqiblarini juda katta yordamchi deyishsa-da, ammo hali inson jarrohlardan butunlay ustun emas deb hisoblashmoqda. Ammo nega aynan Optimus doktorlarga raqobatchi bo'la oladi? Elon Musk robotlari hozirgi yordamchi tibbiy robotlarga o'xshamaydi. U boshqalarniki kabi oddiy takrorlovchi emas, balki juda murakkab vazifalarni aniqlik bilan bajaruvchi, xuddi doktorlardek. Optimus roboti Tesladek avtonom boshqariladi. Bu unga ma'lumotni tez o'rganish, vaziyatga moslashish imkonini beradi. Misol, bemorning holati o'zgarsa, darhol javob bera oladi. Misol uchun, hozirda Da Vinci robotlari amaliyotda allaqachon 12 milliondan ortiq operatsiyada dunyoning 70 tadan ko'p davlatida ishlatilyapti. U hozircha prostata va ginekologik operatsiyalarni qiladi. Xitoy esa pul topar odatga ko'ra xuddi Teslaga BYD kabi mahalliy tibbiy robotlarni Da Vinci bilan raqobat qildirilyapti. Albatta, arzon variantlarda. Hatto tibbiyot rivojlangan Germaniya tibbiy robotlar bilan birga ularning o'ziga xos jarrohlik uskunalarini yarata boshlagan. Amerika g'oya yaratuvchi, Xitoy uni ommalashtiruvchi sifatida elektr mashinalar 8-10 yilda dunyoni egalladi. Agar tarix takrorlansa, tibbiy robotlar maksimal 10-15 yil vaqt olar. Bu degani bir avlod doktorning shakllanish vaqti. Xo'sh, sizchi robotlarga operatsiya qildirgan bo'larmidingiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.